Sehr bo'lib turadi birodarlar. Sehrlar bor, odamni o'ldiradigan sehr bor. Sehr bor, erkaklikni o'ldirib qo'yadigan sehrlar bor. Sehr bor, sizni ishingizni yurg'izmay bankrot qilib qo'yadigan sehrlar bor. Sehr bor, oilani buzib qo'yadi. Er xotin bir-birini ko'rsa, yomon ko'radigan holga tushib qoladi. Bitta xonada o'tira olmay qoladi. Bir-birini sevishgan er xotinlar sehr qilingan bo'lsa. Sehr qilinganda alomatlari bilinadi. Qattiq bosh og'riqlar bo'ladi. Uyqularda halovat bo'lmaydi. Insonda g'ayritabiiy holatlar bo'ladi. Ko'p terlashlar bo'ladi. Haddan ziyod ko'p terlaydigan bo'ladi sehr qilingan kishi. Shunaqa alomatlari kitoblarda yozilgan. Shunda nima qilamiz deydi? Birinchi birodarlar, shaytonning vasvasasiga uchmaysiz. Chunki shayton o'sha mahalda jin va shaytonlar orqali qilinadi dedik sehrni. Sehrgarga jinlar, shaytonlar yordamchi bo'ladi. Sehrgar jin va shaytonlarni aytganini qiladi.